Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishni unutmang. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Husanov Lamine Yamalni to'xtata oladimi? Tez orada Yevropa futbolining eng nufuzli musobaqasi Chempionlar Ligasining umumiy bosqichidagi o'yinlar boshlanadi. Bu raundda jami 36 ta jamoa ishtirok etadi va ularning har biri 8 tadan o'yin o'tkazadi. Umumiy bosqich ishtirokchilari uyda va safarda 4 tadan uchrashuvda maydonga tushadi. Bu bosqichda kuchli 8likka kirgan jamoalar nimchorak finalga chiqadi. Joriy mavsumda bosh sovringa da'vogarlar orasida Ispaniyaning amaldagi chempioni Barselona ham bor. Ushbu jamoa yetakchisi Lamine Yamal qit'aning eng nufuzli turnirda g'olib chiqish yo'lidagi eng asosiy raqiblarini sanab o'tdi. Chempionlar Ligasidagi asosiy raqobatchilarimiz kimlar? Birinchi navbatda Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Bavariya va Paris Saint-Germain. Bu jamoalarning bari har doim g'oliblikka asosiy da'vogarlardan bo'lib kelgan dedi Lamine Yamal. Ta'kidlash joizki, Abduqodir Husanov yangi mavsumda Yevropa Chempionlar Ligasida ishtirok etadigan yagona o'zbek futbolchisi hisoblanadi. 21 yoshli himoyachimiz oxirgi 2 yil ichida Lens va Manchester City tarkibida Chempionlar Ligasida o'ynadi. Ayniqsa o'tgan mavsum Santiago Bernabeu stadionida Real bilan bo'lgan bahsda o'zbek futbolchisining madridliklar yulduzi Vinicius Juniorga qarshi o'yini ekspertlar tomonidan yuqori baholandi. Xo'sh, Chempionlar Ligasining yangi mavsumida Abduqodir Husanov qaysi jamoa yulduzlariga to'qnash keladi? Xususan, City kataloniyaliklarga duch kelsa, sizning fikringizcha himoyachimiz raqib hujumchisi Lamine Yamalni to'xtata oladimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.